Gentra mashinasi. haqida gapirmagansiz, men aytdim. Tak, 4-pokoleniya gaz ekan, Stack 300 Xitoy komplektatsiya. Hozir buni detonatsiyasi bor. Svetoforga yurib to'xtaganda mashina qaltirab turadi. Detonatsiya bilan bu oldin ham bu mashinani ko'rganmiz. Diagnostika olib keldik. Bu payt yaxshi edi hozir. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmayman. Точный diagnostika qilib beramiz hozir buni. Qani nima bo'lgan? Ko'pchilik agarda misol uchun klapan kuygan holat bo'ladigan bo'lsa, kompressiometr bilan kompressiyasini o'lchab chiqishadi har bitta klapanlarnikini. Kompressiometr unaqa точный rezultat bermaydi. Bizning o'zimiz prinsip bor, o'sha prinsip bo'yicha hozir tekshirib beramiz. 100% klientdan uvering bo'ladi, shu klapan kuyganiga o'zimiz ham 100% uvering bo'lamiz. Tak что ikkilanib turganlar bo'lsa, klapan kuyish masalasida bizga murojaat qilsanglar, Telegram sulkamiz bo'yicha ishlarni cho'tki sifatli bajarib beramiz.